Mana hozir markazimiz ish xodimlari bilan sog'lom turmushni rioya qilgan holda ertalabki 5000 qadam marafonda ishtirok qilyapmiz. Sog'lom hayot uchun 5000 qadam! Sog'lom tanda, sog'lom aql. Salomatlik tuman boylik. Sog'lig'ingizni mustahkamlamoqchimisiz? Demak, piyoda ko'p yuring. Olimlarning aniqlashicha, yugurishga nisbatan tana vaznini tez tashlash uchun eng katta yordam beruvchi sport turlaridan biri hisoblanar ekan. Markazimiz xodimlari bilan bugun shahrimiz aholisiga namuna sifatida marafon e'lon qildik. Bu marafon faqat bir kun emas, haftada, oyda emas, har kun muntazam davom qildirsak, xalq salomatligi uchun juda foydali bo'ladi, chunki piyoda yurish eng yaxshi sport turlaridan biridir.